Assalomu alaykum akalar, navbatdagi zakasimizni ham chiqarib olish arafasindamiz. Bugungi sanamiz 2026-yil 9-mart. Bahorda turibmiz. Lekin mana zakaslarimizni, kelin-mijozlarimizga yetkazib beryapmiz, zakas olyapmiz, yetkazib beryapmiz. 350 talik kat yo'limizga zakas bo'lgan. Zember 350 bunker o'ng tarafda. Bunkerlarga ham shu 130-120 kg atrofida ko'mir sig'adi, kattaroq bo'ladi bularniki. Garilkasi motor doimgidek 220 двойной reduktor. 0.37 bo'lgan, buniki 0.25 emas, 0.37 vatlik, baquvvatroq yana ham kattaroq. Xudo xolasa bugun yetkazib beramiz. Rabqonga zakas qilishgan akalarimiz, o'zlari kelib, ko'rib, ma'qul kelgandan keyin zakas qilishdi. Ancha effektivniy 350 taliklarimiz tayyorlari bor yana. Mana bu joyda 350, 300lar, 900imiz bor, 700 kvadratligimiz bor orqada, ichkarida bor. 150, 200, 300. Hozir qo'yib qo'yib bemalol qishda ustalarni ochretini kutmayman degan insonlar bo'lsa, uy egalari bo'lsa, bemalol hozir bahordan qo'yishlari mumkin.